Dunyo siyosiy maydonida ikkita lider bor. Biri Putin bo'lsa, ikkinchisi men. Turkiya davlatining prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning bu gaplari siyosat bilan ishi yo'q mendek bir oddiy odamni o'ziga shaxs sifatida qiziqtirib, kuzatishga majbur qildi. Qisqa vaqt ichida kuzatib shunga amin bo'ldimki, bu inson o'zi to'g'risida aytgan gaplari mutlaqo to'g'ri. Bunga endi bitta sababini keltiraman. Yaqinda Turkiyada yangi qaror imzolanadi. Bu qarorga ko'ra yoshi 65 ga chiqqan va undan o'tgan yoshi ulug' insonlarni davlat o'z qaramog'iga oldi. G'amxo'rlikning go'zalligini qarang. Har bir yoshi ulug' insonga umrini oxirigacha $300 dan har oy nafaqa puli. Tekin tibbiy sug'urta. Turkiyada meditsina qanaqa qimmatligini hammangiz bilsangiz kerak. Va eng muhimi, uysiz qolganlarga davlat o'z hisobidan uy bilan ta'minlarkan. Haqiqiy odil podshoni oqilona qarori. Aslida Turkiya ellar qadriyatida keksalarga har doim hurmatda, yoshlarga bo'lsa izzatda bo'lib kelingan. Meni tushunishim bo'yicha Erdo'g'an bu qadriyatli odamlarni ozgina esidan chiqqani uchun bitta qaror bilan shu narsani musulmon ahliga eslatib, o'rnak bo'lib berdi. Recep Tayyip Erdo'g'an bugungi kunning tarixiy shaxsi. U bilan Turkiya davlati yanada yuksalishiga ishonchim komil.